Bugün inşallah 3. dersimizni boshlaymiz. Bugun dersimiz inşallah TradingView. Demak, biz birinchi tradingni o'rganishligimiz uchun bir qancha prilojenelar kerak bo'ladi, ya'ni bir qancha saytlar kerak bo'ladi. Va birinchisi mana bu TradingView. TradingView degani mana bu telefonda ham bor, hamma nimada bor. Kompyuterda ham bor. Primoy Googledan ham olsalaring bo'ladi. Registratsiya qilasizlar, undan keyin registratsiya qilganlaringdan keyin o'zlaringda profillaring bo'ladi. Va mana bu yerda bir qancha instrumentlar bo'ladi. Buni hozir baribir kimda kim yangi bo'ladigan bo'lsa aytsam yaxshi tushunmaydi. Shu sababdan zamon ya'ni vaqt o'tgan sari tushunib borasiz inshaalloh. Zamon tushunib borasiz. Va bizda umumiy holatda kerak bo'ladigan narsalar mana bu yerda. Meniki ruscha bo'lganligi uchun shunday yozilgan. Liniya trenda, ya'ni bir to'g'ri chiziqni chizadigan. Ikkinchisi eng kerak bo'ladigan narsa mana bu korobkacha. Bu ikkinchi nimasiga kirasizlar. Xullas mana bu yerda mana shunga o'xshagan bir qancha geometrический figuralar, undan keyin matematik nimalar bor, instrumentlar bor. Diapazon sen, to есть narxlarni ko'rsatadi, ya'ni qayerdan bu yerdan u yergacha necha foiz chiqqan. Shunga o'xshagan narsalar bor mana bu yerda. Va siz buni izbiriniga olib qo'ysangiz, misol uchun men shu nimani liniya trendani izbiriniga qo'yganman mana yulduzchaga. Mana bu yerga chiqadi. Misol uchun luchta oldim, mana bu yerga chiqdi. Shunaqa mana shuni chiqarib olasizlar va ochib olasizlar. Mana shunday chiziqlar chizib, chiziqlar chizsalar bo'ladi. Va mana bu yerga nastroykasiga kirgandan keyin sizlar mana bu yerdan hammasini o'zlaringga mos qilib to'g'rilab olsalar bo'ladi. Misol uchun shamlarning rangi, shamlarning chetidagi rangi, fitillari, ya'ni dumlari. Misol uchun mendagi shamlar mana. Mendagi shamlarning rangi shu. Mana shu nastroykasiga kirasizlar, shamlarning rangi arqa fonda o'zlaringga xos qilib olasizlar. Istasalaring misol uchun Bitcoin'ni logosi chiqsinmi, chiqmasinmi? Mana shu burchakdagi narsalar, znachoklar chiqsinmi? Misol uchun menda znachok chiqmaydi. Mana MEX'da men Bitcoin parasiga USDT dominansida MEX birjasidagi narxini ko'rsatib turuvchi grafikani ochganman. Istasalaringlar, risunka. Qachon ochilgan, qachon yopilgan, значение grafika. Misol uchun nimani aytib beryapti? Koordinatasini. Bu ham kerak masalan holatda. Barda ochishligi va necha foiz yurganligi. Bitcoin 8,5% yurdi, 9% yurdi. Ob'yomni ko'rsatadi, ob'yom soatga. Kunda bir kunda qancha o'sganligi, fon. Umumiy holatda. Undan keyin shakli liniya. Bularda asoba o'zgartiradigan narsalar yo'q. Misol uchun soat ko'rsatib turishligi, necha soatlik, 24 soatlab qilishligi, maksimum minimumda istasangiz ochib qo'ysangiz o'zi ko'rsatib turadi. Оформление. Mana bu yerda siz eng asosan fonni belgilay olasiz. Misol uchun mana bu yerni qop-qora qiladigan bo'lsam, misol uchun qop-qora bo'ladi. Shunaqa istagan ranglarni qilsalar ham bo'ladi. Mana shu yerda vertikalni setga qo'ysalar ham bo'ladi. Misol uchun gorizontal setga, vertikal setga qo'ysalar ham shu. Mana shu trading bu, lekin men olib tashlayman odatda. Text, ya'ni agar yozsalaring mana shunaqa qora rangda o'ntoq chiqadi. Mana shunaqa qilib nima qilsalaring bo'ladi. Va mana bu yerda o'zlaringni nimalaringni nimaga o'tkazib olsalaring bo'ladi. Ya'ni TradingView'da mana bu yerda kupitni bo'lsalaring, sizlarda birjalaringdan keyinchalik koshiloklaringdan pul sotib olib, sotib olsa bo'ladi. Bu yerda sabitilar yoki shunga o'xshagan vaqt diapazonlari, bular o'ta muhim emas. Shunaqa va bizga kerak bo'ladigan narsa bugungi kunimizda mana shular hozircha umumiy holatda shu. Endi biz o'tgan darsda o'tdikki nima? O'tgan darsda biz oxirgi marotaba grafikani o'tdik. Qisman grafikani o'tdik. Grafika nima o'zi? Grafika bu bir o'sha aktivni, har qanday aktiv. Misol uchun dollarni O'zbek so'miga ochsangiz bo'ladi. Dollarni O'zbek so'miga ochsangiz yoki boshqa. Har qanday aktivni, har qanday narsani grafikasi bu ikkita asosiy narsasi bor. Bu bittasi nima? Bu vaqt. Bu narx. Ikkinchisi bo'lsa vaqt. Bu vaqt diapazoni, bu narx diapazoni. Misol uchun mana bu
1-yanvar misol uchun deylikda, 1-yanvarda narx mana shu $1 bo'lgan, keyin $2 chiqqan, keyin 80 sentga chiqqan, keyin 1.20 ga chiqqan. Va misol uchun 5-yanvar bu yerda narx shuni ko'rsatgan. Xullas, muayyan vaqt diapazonida muayyan holatda yurishligiga biz grafika deymiz. Grafika deganimizda shuni qasd qilamiz. Va bizda mana bu yerda time frame'lar bor. Time frame'lar nima degani? Time frame'lar bular har bir shamcha bitta time frame'ga teng. Hozir meningda haftalik time frame bor menda. Ochiq turibdi. Haftalik time frame'da, ya'ni har bir shamcha bitta time frame'ga teng. Ya'ni bir haftada narx mana shu yerda ochilgan, shamlar mavzusida o'tganimizdek bir haftani ichida o'tgan. Bu yerda kunlik, 4 soatlik, 2 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik, 1 minutlik istagan soatingizga qo'yib olsangiz bo'ladi. Lekin biz umumiy holatda nima? Bitta sham deganimizda, time frame deganimizda mana shu shamni bittasini o'sha soat ichida ochilib, o'sha soat ichida yopilganligini tushunamiz. O'sha soat ichida ochilib, o'sha soat ichida yopilganligi. Misol uchun biz bir haftalikdamiz, demak, mana bu shamimiz, bu yerda ochilgan haftani boshida, mana bu yerda yopilgan. Lekin o'sha hafta ichida mana bu yergacha maksimum, yaxshiroq tushunishdan uchun, mana bu yerda minimumgacha tushgan, mana bu pastgacha va mana bu yergacha minimumgacha, maksimumgacha chiqqan. Shu bir haftani ichida. Lekin oxiri bozor haftaning oxirida mana bu yerda yopilib, keyingi haftaga o'tgan. 1 soatlik bo'lsa ham xuddi shunday, 10 soatlik bo'lsa ham, 15 daqiqalik bo'lsa ham shunday. Faqatgina bu yerda 1 soatlik, 4 soatlik bo'ladigan bo'lsa, mana shu bir haftada bo'lgan sham ko'payib ketadi. Misol uchun bir kunlikda siz ko'ryapsiz. Misol uchun biz bir kunlikdamiz. Mana shu bir kunlikdagi shamni ichida 24 ta 1 soatlik sham bo'ladi. Tushunishlaring uchun 24 ta sham bo'ladi. Shunaqa. Oxirgi 3 kun ichida bozor yaxshigina o'sdi. Oxirgi 3 kun ichida 10% Bitcoin o'sibdi. Bu juda yaxshi. Shu tushunishlik uchun aytyapman. Yoki misol uchun bir kunlik ichida 24 soatlikdan nechta, yoki 2 soat, 1 soatda 15 minutlikdan 6 ta, 1 minutlikdan ko'payib ketaveradi. Lekin umumiy holatda o'sha narsani tushuntiradi. Misol uchun soat ko'payganda grafika buzilmaydi. Misol uchun mana bunday chiqqan 4 soatlik time frame'da mana bu chiqqan bo'lsa, xuddi shu narsa faqatgina nima 15 minutlik time frame'ga o'tadigan bo'lsa, mana shunday. Mana shunday chiqqan. Maksimum ham xuddi shunday, mana shunday qilib tushgan. Endi xuddi shu narsa agar bir kunlik bo'lib o'tadigan bo'lsangiz, bitta sham shu mana bu yerdan minimum, mana bu yerda maksimum bo'lib chiqqan bo'ladi. Shunaqa ekan. Menimcha tushunarli bo'ldi nimalar haqida, time frame'lar haqida. Endi biz trendlar haqida tushunishga harakat qilamiz. Trendlar nima o'zi tradingda? Trend deganda nimani qasd qilamiz? Va hammasini inshaalloh bugun tushunishga harakat qilamiz. Demak, biz trading bozorida 3 ta nima bor? 3 ta trend bor. 3 ta asosiy trend bor. Hozir umumiy nimada 3 ta trend bor. Shu uptrend, downtrend va yassi trend. Endi uptrend nima degani? Uptrend degani bu bullish deydi yoki nima? Buqa trend deydi. Yoki uptrend deydi, farqi yo'q. Yoki o'suvchi trend. Ya'ni uptrend o'suvchi, yuksaluvchi trend degani. Ya'ni bozor mana shunday bo'lib yuksalib ketadigan bo'lsa, buni biz nima deymiz? Biz buni uptrend deymiz. Ya'ni yuqoriga chiquvchi trend deymiz. Xuddi shu narsa agar pastga qarab ketadigan bo'lsa, bozor mana shunday qilib sekin pastga qarab, sekin bo'lishi mumkin, tezroq tushishligi mumkin, bundan ham sekinroq tushishligi mumkin. Umumiy holatda farqi yo'q. Pastga tushuvchi trendni baribir hammasini nima deymiz? Biz down trend deymiz. Va buni odatda qizil bilan ko'rsatiladi. Pastga tushuvchi trend bu ayiq bozori deyiladi. Ayiq bozori, ya'ni ayiq. Nima uchun buqa va nima uchun ayiq deyiladi? Chunki nisbat berilgan buqa shoxi bilan yuqoriga suzganligi uchun buqaga tenglashtirishadi. Pastga tushuvchilarda ayiq urushganda qo'li bilan pastga bosganligi uchun ayiq bozori deyiladi. Ikkinchisi bo'lsa yassi trend deymiz. Biz yaxshiroq tushunarliroq bo'lishligi uchun yassi trend bu muayyan bir diapazonda bozor chiqib tushishligiga biz nima deymiz? Yassi trend deymiz. Va mana bu sizlarga tashlab beraman. Mana bu nimasi? Uptrend,
tarifi, downtrend tarifi va yassi trend tarifi. Men buni endi tushunarli holatda aytib beryapman. Sizlar buni nimasini istasalaring yozinglar, istasalaring yodlanglar. Endi buni grafikda ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tushunarli bo'ldi. 3 ta trend bor ekan bizda, nima? Uptrend, downtrend va yassi trend. Range deydi, undan keyin protargovka deydi, undan keyin bir qancha ismlar bilan ismlantiradi. Umumiy holatda biz hozir o'rganadigan narsamiz shu. Ya'ni bozor hammaga uyga vazifa uptrend va downtrendlarni o'rganib chiqishligi. Mana bu, misol uchun mana bu yerdan bu yerga o'taysiz. Mana bu nima bo'lyapti? Uptrend bo'lyapti. Endi mana bu xuddi shu narsa nima bo'lyapti bizga? Downtrend bo'lyapti. Downtrend bo'lyapti. Va deylik mana bu diapazon umumiy holatda mana swing trend yoki yassi trend. Yoki mana bu diapazon shunaqa. Misol uchun downtrend biroz yassi bo'ldi, yana downtrend. Yoki umumiy holatda hammasi downtrend hisoblanadi. Allohimiz bilan shunaqa kelar. Bu bir haftalik time frame bo'lganligi uchun ko'p nimalar, 4 soatlik time frame ga o'tib ko'rsatamiz. Misol uchun mana bu yerda muayyan diapazonda aylangan, undan keyin downtrend bo'lib ketdi. Xuddi shunday mana bu yerda ham shunaqa uptrend, downtrend shunaqa. Endi biz keyingi darsda batafsil o'rgataman inshaalloh. Bozor strukturalari, ya'ni biz основной qayerda ishlaymiz, ya'ni tushuntirishlik uchun aytaman. Lekin dars o'tamiz. Misol uchun biz uptrend bo'lishligini qayerdan bilamiz? Downtrend bo'lishligini qayerdan bilamiz? Va biz qayerda umumiy holatda ishlaymiz? Mana shularni hammasini keyingi darslarda tushuntirib o'taman. Ya'ni biz qaysi holatda bilamizki, qaysi holatda biz bilamizki, bozorga kirishlik kerak, qaysi holatda bozorda sotishlik kerak. Buni hammasini aytib o'tamiz inshaalloh. Bugungi darsimiz shundan iborat edi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga muvaffaqiyat. Assalomu alaykum.